Ancha vaqtdan beri ko'rishmadik, Zenitsu. Kaigaku, sen endi iblissan. Shuning uchun endi meni ustozim emassan. Albatta sen o'zgarmagansan. Sen hali ham kichiksan. Meni eslaymansan, so'chichak kasaliga chalinib qolgan eding. Endi sen ustun bo'ldingmi? Kela qol Zenitsu. Sen birinchi shaklni boshqa shaklni ham ishlata olasanmi? Sening past darajali oliy oy sifatida o'ynayotganingdan sen aniq mamnunsan. Xo'sh, sen endi javob bera olasanmi? Nima uchun sen iblis bo'lding? Xo'sh, sen hech narsa. Nima uchun sen? Nima uchun sen chaqmoq nafasining haqiqiy merosxo'ri iblis bo'ldi? Agar sen iblis bo'lmaganingda bobom o'zini o'ldirmas edi. Bobom o'zining qornini kesdi. U kutdi o'zini boshining kesish uchun kimdir kelishini. Shunday holatda uzoq vaqt azobli o'limni boshidan kechirdi. U hech kimning qo'lini ushlamagan holatda shunday vafot etdi. Bularning barchasi chaqmoq nafasining merosxo'ri iblislar tomoniga o'tib qolganidan. Bu meni muammo emas. Shundaymi? Men qayg'uramanmi yoki tavba qilamanmi? Men qilgan ishlarimni qayta o'ylab ko'rmoqchi emasman. Meni har doim vaziyat qanday bo'lmasin, meni to'g'ri qadrlovchilarning oldida turaman. Aslida men qariya uzoq azobli o'limni boshidan kechirganidan xursandman. Men unga o'qish uchun juda ham qattiq shug'ullandim, ammo menga qariya nasldorlik unvonini bermadi. Sen kabi axlat uchun o'z nasldorlik unvonini berish haqida juda ham ko'p o'yladi. Mayli, bunisi hech qanday muhim emas. Men uni hech qachon ustun deb bilmaganman. Bobom, seni emas edi. Sen meni axlat deb o'ylasan. Sen ahmoqsan. To'g'ri, sen 5 yil shakildan ham foydalana olasan. Men esa faqat bittasidan. Bobom dahshatli o'limni boshidan kechirdi. U haqiqiy nasldor topishdi, omadsizlikka uchradi. Meni boshimni qotirishni bas qil. Chaqmoq nafasi, 4-kati. Uzoq o'tmish. Sen ahmoqsan. Hamda juda sekin.